Bu bog'cha. Ha, bu yerda bolalarni urib tarbiyalashadi, to'g'rimi? Shayton, birodar. Bu biznes, yangicha biznes. Urib tarbiyalash eskilik sarqiti. Bu yerda bolalarni rizqini yeyishadi. Unda men ham kirsam bo'larkan bu yerga. Yo'q. Bu yerda sensiz ham yaxshi eplashyapti. Sen o'rganishing kerak bo'lgan ish bor. Hozir olib boraman. Bu yer maktab. Ha, bu yerda meni dadam biznesmen, advokat yoki tadbirkor bo'lsa, baholarim hammasi 5 bo'ladi. Eng a'lochi bo'laman maktabda, to'g'rimi? Yana boshladingmi? Shayton, birodar, zamonaviyroq fikrla. Tushkunda. Hozir senga pedofillar haqida aytib beraman. Birinchi marta eshitishim. Bu ishni sen aniq qila olmaysan. Ha? Yaqinroq kel. 2023-yilda, adashmasam dekabr oylarida 13 yoshli qizchani zo'rlashgan. 13 yoshli qizchani? Axir farishta-ku. Qanaqasiga? Qaysi ablah qilgan bu ishni? Ichki ishlar qilgan. Bu ishni ichki ishlar xodimini o'zi qilgan. Bu dunyoga seni keraging yo'q endi shayton. Odamlar sendan o'zib ketdi.